Indinga karis qaynukam kelyapti. Dahshat videolarni kutinglar. Bugun karis qaynonam ovqat qilib bermadilar. Chunki o'zlari ovqat yemas ekanlar, shuning uchun. Ramyon pishirib yapman. Mustakina. Eng shirin ramyon. Mana ramyon. Bemalol olib yesanglar bo'ladi, ichiga cho'chqa qo'shilmagan. Buning ichida hech qanaqa cho'chqa go'shti yo'q. Bemalol olib yesanglar bo'ladi. Eng shirin ramyon. Suvsiz tayyorlanadi. To есть ramyonni suvda pishirib olasizlar, keyin suvini to'kib tashlab, sovuq suvda chayqab tashlaysizlar ramyonni. Undan keyin har xil sabzavotlar qo'shsanglar bo'ladi. Men bodring bilan salatni listcha, salat bariklaridan qo'shib yeyman. Shunaqa qilib yesanglar vashshi zo'r ketadi. Yozda. Pulingiz yeyishingizdan ortmaydi-ku. Qanday uyamoqchisiz Nara? Baribir yeyman-ku, baribir. Uy olsam ham, uy olmasam ham baribir ovqat yeyishim kerak. Uy olaman deb ro'za tutmayman-ku. Keyin Koreyada zakaz qilib yeyish ozroqqa tushadi, chem uyda produktni olib kelib ovqat qilishga qaraganda. O'shaning uchun ovqat ko'p qilmayman men. Qimmatga tushadi. Undan ko'ra zakaz qilib yesangiz arzonroqqa tushadi. Biror narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, biror narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Shuning uchun men pul sarflab ovqat olyapman. 200 so'm sarflayotgan bo'lsam, menga 500 so'm bo'lib qaytib kelyapti. Shuning uchun yeyapman. O'shanda ham ko'proq faqat ramyon yeyman xolos. Chunki ramyon arzonroq va shirinroq.